Tandır somsalar 70 so'm, 50 so'mdan ekan. Va undan tashqari mana bu montalar ham bor ekan. Bular nech pul? 40 so'mdan Go'sht monti 40 so'm ekan. Undan tashqari mana go'shtlari ham bor mana shu yerda. Do'stlar, iftor bozoriga mana 350 so'mdan bunalarimiz ham keldi. Yangilik. Kelib bemalol olib ketishlari mumkin. Kelib mashinada sotib ketdik, yomg'ir yoqqan kuni. Ya, uka sotsa bu yerda sota oling, mana shu Mayda mont. Do'stlar, mana bu mayda monti donasi 5 so'mdan ekan. Mana shu iftor bozorida kelarasizlar. Do'stlar, mana shirinlar donasi nech pul? 50 so'm. Bular 50 so'mdan ekan. Bu shirinlarchi? 100 so'm. 100 so'm. Kattalar 60 so'm, 50 so'm, 100 so'm. Bo'ldi. Mana shu qatlamalar 50 so'm ekan, do'stlar. 100 so'm. Ha, mana bunimiz 70 so'm ekan. Ha, manalar 50 so'mdan ekan. Buna tekerek 50 so'mda. Hech bu 25 so'm go'sht kartoshka. 25 so'm ekan. Manalarchi? 50 so'm. No'xat 50 so'mda ekan. 50 so'm. Zo'r kalar. Ko'ngil so'klar. Somsa ko'kka bo'lgan 30 so'mda ekan. Aha. Bo'ldimi? Ashqoq mantini. Qayerdan? Bu somsamiz tandurdikimi? Yo'q, Duxovka 70 so'm, 30 so'm. Ha, mana bu nimamiz, nonimiz 70 so'm ekan. Shirinlar-chi? 50 so'm.